بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم. Bu ota-onani qaqshitishniki harom ekanliginiki babudur va qon qarindosh aka ota-onaniki aloqasini uzishniki aloqasini yaxshilik qilmay aloqasini uzishniki haram ekanliginiki babudur deydi. Endi tahrim yani huquqni haram qilish. Yani kim haram qildi? Yani İslam dinimiz. Yani Allah bunu nima qildi? Ota-onani unda qaqshitib, uni gapi unmay qarshi chiqishniki o'zini bu nima o haram. Bu nima o haram. Bunu İslam dinimiz nima qildi? Haramchi qildi. Endi el-huquq degan esi aqqon. Aqqa ya aqqon degan gap pochildi, yodi degan gap. Endi bu yerda pochildi, yodi degan gapniki o'zi ya'ni pochilab yodi kasdi degan mundaq gap bo'lgan bo'ladi. Ya'ni bu lug'at ma'nosi bu. Ammo bu shar'iy ma'nosi nima degan gapniki o'zi ya'ni aq ya'ni huquq, aqqon, huququn deydi. Anda o andiken ata-onasiga aq qilish, yani ata-onasi gapini kesish, uni qarshi turish degan gap. Yani ata-onasiga gapiga unmas. Yani bo'lsin bo'lgan bir ishniki o'ziga gapi unmay, men mushtaqcho qilish deydi. Yani bu İslam dinimizde bu nima o? Haram. Yani bu ata-onaga gapiga unmadi degan gapniki o'zi bu nima o desa, yani ata-onasiniki o'zi rozi bo'ladigan nima, norozi bo'ladigan, mana azor yeydigan ashunda bir ishni, yani kichkina bir ish bilan bo'lamdi. Mana ashuna bilan u ata-onasi azor yeb qoldi ekan. Kichkina bir ish qilib qolsak yoki uningki o'zidan xafa bo'ldi ekan. Mana shu xafa bo'lishniki o'zini qilishniki o'zi ata-onani norozi qilish bo'ladi. Ammo undan yuqoricha azordan yuqori masalan gapiga unmaslik, üf deyish, nimeti manga deyish, masalan oliyish, unudan boshqa kamsitish, haqoratlash, tillash, mana urush nauzubillah. Mana unudan yuqorisi bo'lgan mesela o'ltirishlar inshaalloh yo'q. Mana bundaqsa bu unudimi eng nima yuqori. Bir odam o'ziniki ota-onasiga norozi bo'lgan bir qiliqniki o'zini ata-onasiga achchiq kelgan bir gap qiliqniki o'zini qilishniki o'zi harom bo'lgan ya'niki o'zidan uniki yuqorilik qilishniki teximo bak yuksak darajada nima o harom. Buni da qat'iy nima qilishimiz kerak, meni saqlanishimiz çok kerak endi. Endi qatiyatur rahm. Endi rahim degan gapni bilamiz, ya'ni ayollarniki balyatqus degan gap. Bu yerda bu rahimniki deyishniki o'zi bu yer tuqqanlari desi bo'lgan gap. Tuqqanlari demek bu rahim deyishi. Çünkü her ikkilingiz, hammangiz opingizniki bir yerda chiqdingiz. Bir yerda chiqib turib bunda qilsangiz bo'lmaydi deb texim bu yerda sizniki asos kelgan manbaingiz bir yer. Anda o'g'aniki o'ttirdiki aloqa noji chin bo'lishi kerak, mehr muhabbatlik, men mushundaq bo'lishi kerak. Buni deb shu mushundaq bo'lsin deb bu e'tibor rahim deydigan gap bo'lmasa. Bu rahimni deyishning nimasi yo'q. Bu tuqqani desi bo'lgan gap. Ya aka inisi mesela yaqin qarobat desi bo'lgan gap. Unda demay an deyish sababchi shu. Endi qatiyat degan nima? Qatiya yaqta o qat degan gap, kasdi degan gap. Endi qatiyat degan gapniki o'zi bu yilqi sif mushabba bo'lib, bu yilqi bir qancha ma'noda keladi. Parchalangan bir parcha, bir top yoki olmaydi, bir top mal deganidek, mana bir parcha askar deganidek, yani bir narsa poch ekanligini ham qildi, bildirdi. Endi mayadagi qat'iyat degan rahmiga mushtaq muzaff bo'lib kelgan vaqtimizda buniki ma'nosi masdar. Yani rahimini kesish, kesmak deymiz. Yani rahiminiki qat'iy kesilguchidir degan emas, mayat qat'iyat yani masdar ma'nosida. Yani rahimidan chiqqan mushu tuqqanlarniki o'ziniki aloqasini uzishniki o'zi nima o dunyoviy kichkina bir narsa deb o haram degan gap. İslam dinimiz onu nima qildi? Uni haram qildi. Bunun üstüdeki bab bu. Bunun üstüden mana Qur'oni Kerim va hadis Rasululloh men nima dedi? Mushu üstüdeki bab deydi.
Mayadamda ota-onasiga norozi qilish, ya'ni huququl validayn degan gapniki o'zida o'limalarimiz qandoq bo'lsa bu ota-onasi norozi qilgan bo'ladi degan shu yiliqi tunutish, uni tushuntirishda nihoyat bak yiliqi bir so'zga ittifoq kelgani yo'q ekan. Bundan de ota-onaga odamniki o'zi mana bu yiliqi nisbiy mudahnin bo'lgan bo'ladi. Bunu qarta ba'zi yiliqi ota-onaga o'ziniki ota-onasi to'liq mesela namoz o'qisa ochiq kelib qolgan, men islomiy axloq, islomiy gapini qilsa, men musulmon deb turib, men shunday qilgan, men qizlari mesela hijoblansa, namoz o'qisa, o'g'illari yaxshi ochiq kelib qolgan. Bu ya emas. Ya'ni bu qandoq gap? Ya'ni ota-onasining o'zi rasmiy mu'min musulmon. Ahvola nohni biladigan, taqvo muttaqi, ra'ur saviylik bir odam. Men shu vaqtdagi o'zida men ota-onaniki gapiga nima qilish? Chunki ota-onaniki ochiq kelishi umumiy musulmon bo'lgandan keyin bolasiniki islom dinimizda meni nima bo'lgan, harom bo'lgan ishni qilsa ochiq keladi. Ochiq meni uning ustiga bo'ladi. Ammo shaxsiy nimasi shu emas. Buni demoqchimdi. Shunga yaqin ota-onasiniki o'ziniki masalan ayolni debdi. Masalan ota-onasi nima qilibdi? O'g'liga quvvat debdi. Quvvat degan bo'lsa, o'chaningizda ota-ona bolasiniki uning agishishi, uning bo'ysunishi bo'lmaydi deydi. Bo'ysunsin bo'ladi deydi. Chunki nimishqa? Ömer roziyallohu taolo anhuniki ana Abdullah o'g'liniki ayol quvvati unmabdi. Unmagandan keyin bu yerda endi payg'ambar qishga olib borgandan keyin payg'ambar buyruq qilib, sen buni ota degan quvvat debdi. Buni qaragan vaqtingizda, ya'ni ota-onaniki o'ziniki bolasiniki aşı narsaniki o'ziga bo'lib, ayol bo'lganini o'ziga uni nima qilmaslik kerak, aralashmaslik kerak. Men de aldı qatim degandek bolamizniki mana rasmiy qizimiz agverish, o'g'limiz o'lish vaqtini o'zida men shunday bir ishniki bo'lmasin oldini olish uchun rasmiy taqvo solih oilaniki bolasining ham taqvo solih bo'lgan qiz o'g'illarga çok diqqat qilishimiz kerak. Aniki şu bo'lgan bo'lsa bo'ladi endi. Endi unda bo'lgan ekan, shu e'tibordan aralashib qolmay, ham yaxshi odamniki o'zima qanday qiladi? Men bolamniki mazza billa uytib o'tibdi. Mana ayolini yaxshi ko'rib, yaxshi o'tadi ekan. Unda bo'lgan ekan, ama bu bolamni norozi qilsam bo'lmaydi. Men norozi qilsam Alloh norozi bo'lar ekan, o'chaning o'zida gunoh bo'lar ekan. Bekor gunohkor qilib qo'ymay deb ota-onaga odam texa bolasining o'ziga unga qarshi chiqmoq yo'q, texim ubda o'tishga haydaychilik qildi. Mana bunday bo'ladi. Endi bekar o'zniki xato urf odat. Xato bir qanaq bir odat bor. O odatning o'zida hammani shu ota-onaga qinani boshquradigan kelinning o'zi. Bu kelinni bu qinalog'ini yo'q. Aldi. Ani xizmatini qiladi. Endi opa degan otaniki, erniki, opasini bo'lgan, uning xizmatini qiladi, uniki nimasi bilan. Bunda bo'lgan gap uniki. Bunu azroq bir yüzdeki ditiq yatmay. Yoki boshqa bir yerdan mushundaq qudvajning o'tir kishilar gap talashib qilish orqali yoki gap so'z bo'lish orqali o'zi shaxsiy manfaatini lekin o'ziniki o'g'liga zarar yetkazsa uchib bo'lmaydi. Buni nima qilish kerak? Unaga diqqat qilish kerak. Dedi Alloh taolo meni ota-ona ninki qaştishniki o'zi gapi unma qaştishniki o'ziniki harom ekanligini to'g'rida Alloh taolo meni shundak meni yaqin tuqqanlarniki o'zini aloqa qilishniki o'zini aloqa qilishniki o'zini uzishniki o'zini harom edish harom ekanligini to'g'rida Alloh taolo shuni deydi ekan. Nima deydi Alloh taolo? Fa'ala saytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqattiu arhamakum ulaika allazina la'anamallohu as-sam'ahum wa ama absarahum. Dedi. Pes ayan kaşki. Sizler kütemsizler. Şunun deyin ki, eğer silinip kalsanlar tavallaytum. Eğer sizler yüz yürüp kalsanlar, yani İslam dinine kiriştin, yüz yürüp unuğumuşunda kirmey, unmusanlar, şunu kütemsizliyken, buzuk iş kılısızlar ziminde. Siz müşrik kılamsızlar. Biz hem İslam dinine kirmeyimiz, konumuz, halkımız, zimimiz, takkımız demsiler. Ve sizinki rahimini üzemsiler. Yüzündeki yakın tukkallarının yüzünü alakın üzüp, onu birbirine urup, tıllap, hakaret, kemsip, oğurlap mallarını, ben müştak kılımız, müştak şu oylamsızlar, müştak kütemsizler.
Bunda qilishini qat'iy nima emas, o to'g'risi emas. Deb anadikin Alloh taolo nima dedi? Ulaikallati la'anamallohu fa'samahu va ama absaram. Mana ash kishilar, mana shu zaminda buzuq ish qilgan, buzg'unchilik qilgan ash kishilar, shuningdek o'ziniki yaqin tuqqanlarga mana siyli rahmi qilmay, uniki aloqasi uzgan. Mana shunday kishilarniki o'zi shunday bir kishilardirki, unuga Alloh la'nat qilgan kishilardir. Uni mal'un o'g'adigan ishini shu qildi, men do'zax kiraman deb. Do'zax kiradigan ishning sababini qodidi. Anda o'g'adikin Alloh taolo mana ularniki qo'lig'ini shu anglamas qilyapti. Sizlar qancha gap qilsangiz, ularning qo'lig'i uchun qilmaydi, anglamaydi. Shuningdek ularning ko'zini nima qilyapti? Alloh taolo ko'rmas qilyapti. Mana u ko'zini ko'rmas qilib, qancha yaxni ko'rsib, shunday mana shu qilsangiz, bu ahni ko'rmaydi. Ular uchun nima qilmaydi? Mana iymonchi etmaydi bular. Deb Alloh taolo mushtaqchi dedi. Ya'ni demak, mana bu ota-onaga yaxshilik qilmaslik, urug' tuqqanlarninki aloqasini dunyoviy manfaatini deb mushtaq uzishniki o'zi kimlik ish ekan? Kofirlarning ishi. Kofir, mushrik, otis, dinsizlarning ishi bu. Ammo mu'min, musulmon bo'lgan odam bu ishni cho'q qilmaydi. Yine dedi Alloh taolo, anda bir kishiki ular Allohniki ahdisini buzdi, Allohniki ahdisini chingitgandan keyin. Yani Allah'ın ahdini çiğnetip, vay ben mu'min oldum, Müslüman oldum de. Men muşundaq qilgan kişiler. Yani Allah'ın ahdi limiti, Allah'a bergen ahdi. Vay ben Müslüman oldum, Allah muştaq yaratqandı ki men iman kirip, dine kirip muştaq çok kıldım diye ahdi şu anı. Men bunu çiğnetip hem de tuğulup, o adam çoğ olupmuş, balagat deyip, texiyma. Men resmi kalısı işlerine muştaq boğandı iken, mene nemi kılıdı ola Allah'ın ahdini buzudu. Allah'ın ahdini buzup, yaxşılık kılımen, tuqqanlarga muştaq ubda iş qiliman, yaxshi ishni qilaman deydi. Va kesidlar ular anda bilmasligi u narsaga nima qildi? Alloh taolo buyurdi. Ya'ni ulashqa nima qilindi? Ulashqa buyurildi. Ya'ni Alloh taolo nima dedi? O'zining yaqin tuqqanlar bir-birini aloqani chingtinglar, aloqaninglar deb buyurdi. Buni nima qildi? Ular buzdi. Meni ular uzdi. O'yna zaminda buzuq ishni cho'q qildi. Meni ash kishilar bo'lsa, ular uchun la'nat bordir va ular uchun bordir en yaman eskinim var, oylu var, jüt var ki o nime dözak var. Dep mene Allah Teala bu ayette müştakçı dedi. Anda o halde mene bu yılki lanet uçuraydıgan adamlarınki dözak kırdıgan adamlarınki sifiten üzdeki yakın kırındaşlarınki üzgen. Bulup bu akuka ağaçsınlardan ibaret olan tukkallarınki üzüne nime kılış olurken alakası kişilerin dünyavi menfaatini kırıp üzüş olurken. Bu küfürün nemesi iken, melun olan, dözak kırılan kişilerdeki sifati iken. Biz hem de cennet kirdiğen, dözak kırmayan kişiler olan ki bunu ziddini kırıp, qanday qilishimiz kerak? Zaminda yaxshi ishni qilishimiz kerak. Buzug'unchilik, buzuq ishlarni cho'q qilmasligimiz kerak. Mana Alloh taolo buyurgan ishi bo'lgan, men buyurgan ishi bo'lgan u o'z o'tirib tuqqanlarni bir-birisi aloqani chingitish cho'q kerak. Yine dedi Alloh taolo: "Va qada robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayn ihsanan." Senin Rabbin şuna deb hüküm qildi. Nima deb? Sizlar faqat Allohga ibodat qilsizlar va ota-onalarga ihson qilsizlar. Mana ota-onalar mana shunday bo'lgan bo'lsa, buni yaxshi muomala, go'zal axloq, go'zal ko'p so'zlarni cho'q qilsizlar va boqsizlar. Deb shunday nima qildi? Hukm cho'q qildi insonlarga. Agar yassa seninki qishingda shu ikkisiniki bir yoki ikkinchisi sening qishingda nimaga yetdi? Kiberga yetdi. Çoğunluk yetipti. Yeni yaşı çoğup ketdi. Mağamaydigan öz işiniki, özünü şundak kılamaydigan boşlap qalğan vaqtdaki özüde sen ulağı neme demegen uf deme. Sen nemiş qılamıdın ya, hazır qıpasa mandaq qıldın ya, ındaq qıldın, mandaq qıldın dep undaqçı demegen. Öyle sen ulağını çok dekşirilme. Yani dekşirilme yani onu kopallık qıp undaqçı işini çok qılma. Ve digin sen şu ata-anaga bir güzel sözünü çöp de. Sözün en güzeli de vay apa, vay atada qanday ahvalar dep konu ağıldıgan, konu hoş kıldıgan gapni çöp digin.
Yeni pes kılsan şu ata-onaga mene zulliniki kan toğan. Şu zulliniki yani mene kemterlik ve özünü ata-onaniki alıp pes köründüğün bir kılık var. Şuniki kan toğan dersin onu nime kıl onun için pes kıl. Yani aşk kahının aldıda bu özen yoğan göz mundaq kıldığı işini her gün atanın aldı undaq çok qalman. Neymiş kan? Rahmet qalacak. Atanın içi ağrıp, yaşlıb qalğanmaqның üzüdən. Yeni aşağı kelib, benim şu dik meyip akanın aldı qılğan aşağı çoğunçılık işini çok uyağı çok qılman uyada. Ve degen sen dua qilib, ey Rabbim, ata-onamga rahmet qılsan de. Qandaq ki mene terbiyeliydi o ata-onam bilan apam meni kichik vaqtimda. Meni kichik vaqtimdagi o'zida qandaq tarbiyalab ashda cho'nqqan bo'ldi. Anda o anki meni atam hozir mushohadat qilib ketdi. Ey Alloh rahmat qilsa, gunohni afv qilsa deb mushtah nima qilgan, duochi qilgan. Deb Alloh taolo mush oyatda cho mushtah dedi. Anda o anki men mush oyatdagi o'zida ata-onaga yaxshilik qilishning o'zi pars. Meni ata-onaning gapiga unmay, uni üftab, vaqarab, chaqirab, odib benim muşunda kılışındaki üzü bulup mu yaşanılan vaktin üzüden bu tüpte nime o haram. Bu katte çok bulmaydı günah kebiri. Ben ayet çok bu. Hem de hadis gelsek. Birinci hadis. Ebu Bekre Nupay ibn Haris radıyallahu ta'ala anhu rivayet kılındı. Dedi o Ebu Bekre. Dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Siligi ben günah kebirlerinki en çoğunu meseleyi dep bilmeymen mi? Dep peygamberim üç kata çok dedi. Digendeki dedik biz o şunda kısa ya Resulallah bizi dep bilseler en çok günah kebiri. Kavu dedik. Desek peygamberim dedi ki günah kebirlerinki en çoğu birinci Allah'ı şirk keltiriştir. Yani Allah'ı şirk keltiriş. En çok günah. Bunundan Allah Teala hiç kandak vaktimiz bugün apuçu kılmaydı. İkincisi, ata-onaga nima qilish? Gapiga çok unmaslik. Ata-onani narazı qilish. Mana şirk bilan ata-onani narazı qilishniki o'zi yaqin ikkinchi darajaga keldi. Demak, ata-onani narazı qilishniki o'zi shirk bilan o'xshash degan gap. Chunki shirkniki o'zi tuzkorlikni mana vujudga ochqadi. Anda o'nikin ata-onasiga bo'lgan mana bu qarshi deb ashundaq gapi unmasning o'zi yeni bir tuzkorlikni çok nima qiladi vujudga uni uchun inkor qilgan bo'ladi, tuzkorlik qilgan bo'ladi. Chunki bu odamning vujudga kelishi mushundaq yaxshi odam bo'lib qiraversa, men mushundaq odam bo'lishniki sababi nima bilan bo'ldi? Birisi Allohniki yaratish bilan, ikkinchisi ota-onasi ashundaq tug'im, qo'saq bekib, necha oy, necha yil ashundaq bek, voy balam, men ubda odam bo'lib, toz o'qiydi, o'z yeydiganni yemay, kiydiganni kiymay, balam deb o'qitib toz bir yangi apar rasmiy cho'ng bir odamni qo'ydi, qilib qo'ydi. Men buni kim qildi? Ota-onasi savab. Anda o'niga ikkisi bo'ldi ekan bu yerda o'xshash bo'ladi. Va berti peygamberim meni yo'llangichi edi, bir yerga yo'linib o'ltirib ekan. O'ltirib dik qilib dedi ki, ala va qavlu zur. Agavulana mene böhten çaplaştığın ibaret olan sözünki üzü en ağır günah dep mene peygamberim aş yönlü tuğaya dik şu magyapni diş arkup getti dedi. Ala ve kavlu zur ve şahadeti zur. Agavulana karı çaplaş. Yalgan gep kılış ve böhten çaplaştığın böhten yalgan gepnin üzüge nemedeş guvalık veriş. Mene bu karı çaplaş ve yalgan gepki guvalık verişinin üzü en nima cho'ng gunoh deb peygambersan burun qalib o'zgirib dik qo'pib meni mushtaqchoq qilib ketdi deydi. Mana hamisha oldi peygambersan bu gapni takrorlab hattoki dedik laytahu sakatahu. Qashki peygambersan qilib qolgan bo'lsa ekan. Peygambersan debdi Allah va qavluzdur, Allah va qavludur, va shahadatuzdur, va shahadatuzdur deb yuribdi. Mana bu gapni degan qaragan vaqtida birisi qarchaplash meni hata ekanligi o adam guvohlik berishniki o'zi meni bo'hton chaplash, qarchaplash, yolg'on gap qilish, yolg'on botilniki o'ziga guvohlik berib, to'g'ri deb ash gapni qilishniki o'zi eng cho'ng nima u gunoh. Men buni nima qilishimiz kerak? Diqqat çok qilishimiz kerak. Yani demek men bu hadisga asosan ota-onani norozi qilishniki o'zi nima ekan o gunoh kebir ekan. Yani gunohniki eng cho'ng ekan. İkinci hadis.
Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilindi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qiladi. Dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. El-kabair. Günah kebirler qavo dedim. Günah kebirler Allah'a şirk keltirish, ata-onaga cho, ata-onani norozi qilish, gapini unutmaslik, nafsini o'ltirish. Yani bir adam o'ltirish yaxsiz. Shuningdek yaminul g'amus. 4. Bir qasamki o çöktürüp olan qasam. Yani yalgan qasam. Yani qilgan ishniki o'zini mana qilmadi deb qasam qilish, qilmagan ishniki o'zini qildi deb nima qilish, qasam qilish. O adam o narsa emas. Emas olgan narsa shu deb qilish. Shu olgan narsa emas deb qasam qilish orqali men qilgan qasamlik o'zi men gunoh kabirni qilib so'radi, qatorida bo'ladi deb payg'ambar mayidismaynan ikkinchi o'ringa ota-ona nima qilish, norozi çok qilish, gapiga unmaslik. Men bu qiyirgan vaqtida yashab qolgan vaqtning o'zida men baxmaslikdan iborat bo'lgan. Men bu gunohning o'zini eng cho'ng gunohchi dedim. Yamin g'amus degan nima? Yamin g'amus anda bir qasamki o adam o qasamni mena kozib bo'lgan holatdan, yani yolg'onchi, qasddan yolg'onchi bo'lgan holat uchun qildigan. Men ash gunohning o'zini qasamning o'zini deymiz g'amus deydi. Ataldı bu nimada g'amus, yani g'amasa cho'ktudi so'g degan gap. Nima uchun desa, chunki bu qasam cho'ktiradi, bu qasamni, qasam qiluvchini gunoh cho'ktiradi. Chunki bo'lmagan ishni bo'ldi, bo'lgan ishni bo'lmadi deb o'z bo'lib turib, qasddan ashtaqqandiki bu odam butun gunoh ichiga odam cho'kib ketgan bo'ldi. Shu e'tibordan al-yamunul g'amus deb ataldi deydi. 3-chi hadis. Yine Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Shuna deb jazman payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam dedi. Gunoh kabirlarniki qatoridandir bir odam o'ziniki ota-onasi tillash dedi. Degandiki dedilar sahobalar ya Rasulullah, voy bir odam o'ziniki otasini tillamdi. Ota-onasini tillamdi ya Rasulullah, bu ne degan gap bu? Degandikin dedi payg'ambar tillaydi. Qandoq? Bevosita tillamasa mundaq tillaydi. Tillaydı bir adam atsın tillaydı. Anladı ki bu adam o adam atsın tillaydı. Adam apağını deydi ya dadağını deydi. Bu adam umuşu da deydi. O tillaydı bu adam onun apısını, onu dedi ki bu adam onun apısını tillaydı. Bu nimkallık oldu yani. Bana ata-anası tillağalık oldu. Anda o anda ki bunda bir ata-anınki üzerine nimkallıkla beni tillamağla. Yani ikinci bir adamınki ata-anasını, tuqqanlarını tillamağla. Bu günah kebire. Çünkü bu işlik özü özellikle ata-anası tıllaşışı apırıp kalıdı. Onda o an ki bu nime o günah kebir. Bunda çok kımmanlar. Ata-anı, apağını demenler değil. Yeni bir rivayette cezmen günah kebirinin ki en çoğununki katardındır. Şu ki lanet etkay, lanetliğe bir adam özü ata-anısı. Özünki ata-anısı lanetliğe tillap, vaqırap, vay ben onu diyeyim. Degandek deydi ya Rasulullah, qanday bir adam o'zi ota-onasiga qanday la'nat etdi? Qanday la'natlaydi? Desa payg'ambar dedi, qanday la'natlaydi? Mandaq. Tillaydi bu adam bir adamning otasini. Unidiki bu adam o adamning otasini tillaydi. O'yin bu adam o'zining opisi, o adamning opisini tillaydi. Bu qo'pib bu adamning opisini tillaydi. Men bu nimqalliq bo'ladi. Ata-onani bu adam o'z bevosita bo'lmasin, ama sabab qilish orqali, sababni vujudga chiqarish orqali vasita bilan o adam o'zi otasi uchun tillagan bo'ladi. Unda o'ndikin ikkinchi bir odamning ata-onasini tuqqanlarni har kun nima qilmanglar, tillamanglar. Tillganlik degan o'zining ata-onasi tillaganlik uchun bo'ladi. Bu nima? Bu gunoh kabira deydi payg'ambar. Ve Abi Muhammed Cübeyr ibn Mut'im radıyallahu ta'ala anhu'dan rivayet kılındı. Şuna da ki cezmen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene dedi. Kirmeydu cennetke katil. Yani hatiyatü rahm. Yani özündeki tuqqanları bilen alakını. Dünyada kiçikten bir işini de çoğu bir işini deptisi o tehima. Yani kichkina bir ishni deb, dunyovilik ishni deb bir odam o'ziniki tuqqanlari bo'lgan aloqani yo'qotibdi, ota-onasi aloqa, tuqqanlar hamma aloqa uzayotgan kishi payg'ambar deydi, jannat kiramaydi deydi. Dedi Sufyan o'zining rivoyatida, ya'ni qoti degan gap qotiyat rahim. Ya'ni o'ziniki rahimidan chiqqan, opasining rahimidan chiqqan aka uka ochisiniki
o'ziniki chiqqan ashu uka asınınki bilan bo'lgan aloqasini qatgan uzayotgan adam kesiyotib dunyolik bir kishining ishini deb kishidan urushib qolib yoki nima qilib men mushundoq qilgan kishiniki o'zi aloqa uzib gaplashmak jannatga kirmaydi deb mushtaqchi deydi endi jannat kiroman qanday kirolmaydi agar bu odamning o'zi Mang nimiti, mening ukam ya açsın olgan tuqqanlarning o'ziga nimiti, mening ani evaldi, evas yaram bilan nimishi meniki, mushtaq qivaldi guna gap qilmayman deb, ajdaq bildirib, tushuntirib, uqtirib do'smi uni inkor qilib, yoki u gunohni o'zi yengil sanab, nima bo'pti ekan, unda bir gunoh nima bo'pti deb, ajdaq o'qib turib, bilib, tushuntirib, ajdaq desa bu odam jannatga kirolmaydi. Chunki u murtad. Ammo u odam nima qilibdi hamda, urush talash qilib ketdi. Qilib qolgandan keyin ma'qul undaq qilmasa bu gunoh bo'lsa ma'qul qilmayman debdi, ammo uni qilamabdi. Men qilaman, ani qilaman deb meni aloqani uzib etibdi. U chog'da gunoh bo'lgan bo'ldi. Bu chog'da bu hadis, ya'ni jannat kirolmaydi degani, jannatga yalaqa birinchi turkumdagi insonlar bilan kirdigan. Men shu kishilarning jamoati bilan jannat kirolmaydi. Buning uchun oxir qatimni, ya'ni birinchi qatim kirmagan bo'ldi demdi. Chunki u birinchi qatim kirmagan odamning o'zi do'zax kirib, unidan keyin shu ko'saydak bo'lib, ani kuyib, ani jannatga chiqadigan gap. U yerda bilindi bu dunyoda jinoyat o'tkazib meni kirgan odamlar bu chiqqan odamlar deydigan gap. Shu bu e'tibordan biz ya'ni birinchi qatim jannatga nima qilolmaydi, kirolmaydi deb mana nima qilamiz? Buni uchun ma'ni etamiz. Endi ahli zohir men mushundaq bir kishilar bor, bir turkum kishilar bor. Men mushundaq kishilarning o'zi mushu Qur'on hadisga zohir qarab, zodi ota-onasi tuqqanlar urushib qolgan hozir dindan chiqdi, kofir, do'zax kirdi deydi. Yeni bir yerdagi oyat, yeni bir yerdagi hadisani buni tatbiqlab mundaq bir to'g'ri bir yakun chiqarishi uluchi o'qimaydi. Yoki unmaydi hamda. Mushundaq. Shu bular mana aralliq bir odam murtad, yeni bir odamni mushrik, yeni bir odamni tog'ut deyishniki sababi men islom dunyosiga vayron qilayotgan ahli zohirdan iborat bo'lgan men mushturkimdagi insonlar. Endi nima shunday deymiz? Nima uchun biz ahli sunna va jamoa bunday deb tushunamiz? Chunki Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning boshqa hadislarida Qur'onni sharhlaydi. Qur'onni tafsir qiladi. Shuningdek Qur'onniki o'zini hadis sharhlaydi. Hadisni nima qiladi? Shaylab, izohlab, men mushtaqchoq qiladi. Anda o'g'andikin bizniki dasturimiz Qur'on hadisi bo'lgan bo'lgandikin, Qur'on hadisi bilan ikkisiniki o'ttirizda. Shuningdek Qur'on bilan Qur'onning ichida. Mana hadisniki o'zi hech qanday bir zidlik, hech qanday bir moslashmaydigan, mana bu tazat holatga keladigan bir narsa yo'q. Hammasi nima to'g'ri. Shuni bilsa andikin, uqolsa andikin to'g'ri holatga cho'k keladi. Agar men bu odamning o'zi masalan mushla ota-onasi tuqqanlari aloqa uzgan kishining o'zi zohir qarab jannat kiramaydi degan gapni murtad degan gap. Biz murtad desak ma'qul. Boshqa yerdagi insonlarning o'zini Alloh taolo masalan Qur'onda bir qancha yerda innamal mu'minu ikhwatun fasu bayna akhawaykum va in tafa va in ta'ifatan minal mu'minina degan mushla urushqa odamni o'zi mu'min deb atadi. Men butun mu'minlarning hammasi nima dedi? Mu'min dedi. Mu'minlarning hammasi qarindosh dedi. Men bular nima qiladi? Jannatga. Uning boshqa payg'ambar sallallohu bir qancha hadisda la ilaha illalloh jannatga kirdi degan mazmunda nima bor? Hadislar ko'p bor. Men mushu hadisni hammani o mushtaq tatbiqlab oldi ekan, mushtaq tushunish uchun bo'lamiz. 5-hadis. Abi İsa Mughirah Şuba radhiyallohu ta'ala rivoyat qilindi. Bu kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyatchi qildi. Dedi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam: Cezmen Allah Teala haram kıldı Allah silgen mene apağını kaşıtışını. Hukukul ummahat apağını kaşıtışdaki üzerine neme kıldı? Bunu çok haram çok kıldı. Uppuçuk. Men ummahat degen neme? Apılar. Yani siz apılar degen gapın özü sizin apınızın apısı, apınızın asınları. Men başka hadis asasen mene apıdaki asının apının ornu degen gap var. Men bununki karşıdaki üzerine İslam dinimiz neme kıldı bunu olan haram çok kıldı. Men bununki üzü kat dinin bulmaydı o dursun olmaydı. Yani bu yada atını demezsin ki üzün bu yada apı ayağının üzü at oldu. Şu itibardan bu yada neme dedi şu an apığa gepini kılıp yani atındaki gepini kılması çok gerek. Kılmagan buluşu mümkün. Çünkü
ota qarg'a vaqtni apa degan bir qadar ojiz keladi. Ham uning mehribonlik talattub jahdidan shu payg'ambar bu yerda otini yutni qilmaslik mumkin. Qilmagan bo'lishi mumkin. O'yini harom qildi sizga tusishni va hatni. Ya'ni tusib, ya'ni qo'l ilkida bu odamniki yordam qilish imkoni bor. Mana u yordam qilgan yana o'zi ehtiyoji bor. Uni qilmasi uchun bo'lmaydi zakotdan boshqa. Men u yana o'zini bu odamni qilib bermay turibdi. Bermasni o'zi nima o? Pul yordam qilgan uchun unmagan bo'lsa, bu nima o? Harom. Chunki u odamniki o'ziniki shundoq dinimizning taraqqiyoti va bizniki mana millatimizniki vatanimizning mustaqilligi uchun mana shu narsa berish orqali bu narsalar vujudga chiqadi. Buni qaraqliq u yer bermiz uchun bo'lmaydi. Shu bermiz bo'lmayganligi o'zida bu odam men bermaydim desa bu odam bermasi o'zi harom. Zakatga zot berdi bu harom, mas xayr ihson. Endi birisiga hoti. Endi birisi nima on keldi. Deyishimiz sizlar nima islom dinimiz buni nima qildi on men buni harom qildi. Yani keldi. Yani o adamniki ihtiyacı yok. İhtiyacı yok. Mana o adamniki o'zi mana bu tini sog'lom, aqli o'sha joyda ish bor ishlaydi-sa, men o'ziniki turmushni o'zi qamdab qila oladi. Men mushundaq turgan bu adam, men shu xahniki shu tilamchilik qilib, u yer bu yer berib, pulni elib men boy bo'lay deb melini ko'paytirish jihatidan aka deb men mushundaq qilishniki o'zini sizlar nima qildi? Mana Alloh taolo buni cho haromchi qildi. Buni harom qildi. Mana bu aka deb o'zing mulk emas. Agar o'zing mulk bo'lsa akasi bo'ladi. O'ziga mulk bo'lmagan narsa, o'ziga loyiq bo'lmagan narsa olib pulini jiq qilmayman. Boy bo'lay, ubday yey, ichay, oshxona o'rib, mahyab, men mushtaq qilay deb, men oshtaq qilsa bu chaniki o'zimi, bu nima o harom. Öyle haram qildi Alloh taolo payg'ambarimiz istamina Alloh taolo qizvallarni tirik ko'mishni. Buni harom qildi. Endi bu qizvalni tirik ko'mishniki o'zi, mana burungi davrning o'zida arablarda botdi. Shundaq nacharlik, axloq jihatda mush darajaga yetgan. Hayvonmi qolmaydi-da endi. Hayvonni meshib ketgan bu millat shu vaqt o'zida. Mana shu millatning o'zini payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu millatga qilgan xizmat biz o'ylab baqaylik, qanday holat bo'ldi. Qanday holat bo'ldi? Qanday holatda qanday azob uqubatni chekmadi. Muşda bir ala gapni uqtirmoq tasdamdi. Yana satgöde İslam din Allah Teala sil üçün qiyli vaqanlı. Deyilib demiş, dep demiş diyen gapniki özüne Allah Teala silniki deyişin üçün siligi mekruh qildi. Onu demenla deyil. Mümin Müslüman bo'lgan adamniki özün her qanday bir ishniki qayerda kelganligi, kimning deganligi, nima ekanligini buning uchun biladi. Bu çünkü İslam dinimiz her bir mümin Müslüman ayolning aqlini ishlatib, tefekkür qilib, mushunda qilish qilib ona buyruqliq. Anda bo'lgan ekan, uni qilmasdanlar apirib, voy mayadi deb demiş. Ha palani yedi mushtaq yeyib demiş. Ya paylaşıp demiş deydi mi sen? Apirib çaplab qo'ydigan. Meni anda deb demiş, munda deb demiş pul ketmaganligini o'ltirib, men mushundaq uni tigini bilsak, foydasi bo'lsa, to'g'ri bo'lsa bo'ladi, manfaat millatga, xalqqa. Ama onun zihni var. Nerede ekanini uqmaymiz. Böktan, qara. Men mushtaq gapning o'zi, men mushning yeyish orqali u yer bu yer deb demiş deb, men og'zimizda yoki telefon yoki WhatsApp orqali yoki hozirgi davrda men o gapni bu yer chechib aytib paylaşdik deb, men mushundaq qilishniki o'zi. U dedi degan gap. Deygan bo'ladi umuman. Men bu nima qildi Alloh taolo buni sizga uchun sat ko'rdi. Buni shu qilmanglar. Müslüman bo'lgan kishi buni qilmaydi. Mu'min bo'lgan men kishi buni qilmaydi deb mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Alloh sizga shu mushuncha sat ko'rdi. Anda uni Alloh bizni sat ko'rgandiki biz men kasga emas gapniki o'zini demasligimiz kerak. Foydali gapniki o'zi. Foydali ish bo'lgan bo'lsa, men millatga, vatanga, xalqqa manfaatlik diniy tabliq, ahkam, ilm, muozirat, mushundaq mana yaxshi ish bo'lgan bo'lsa, uni kimni deganligi, qaysi deganligi, qanday odam deganligini bilgan bo'lsak, mana bu diniy e'tiqod yaxshi odam bo'lsa, bunicho deyishimiz kerak. Bu deyishib taxim uni yeyishing mukallaf. Yana satko'da Alloh taolo sizga savolni ko'p qilishni. Foydasiz gapniki o'zini.
Sizlar hech qanday undan nima ehtiyoji yo'q. Savol degan gap ehtiyoj bor degan gap. Ehtiyoj bor to'lqin so'ri degan gap u nima u mamduh. Agar ehtiyoj bo'lsa yo bilmasa yoki bir ehtiyoji bor, u joyda so'rashmaydi. Ammo bu odamning ehtiyoji yo'q, biladi yo uni silab baqish yo inovatini tushirish yoki bu qilish orqali to'l gap so'raydigan. Bilib olmasa bo'ladi. Yeni bir soniki sualning ko'pligi degan. Yani bu adamning o'zi bir qator yo ikki qator bir odam bilan so'rash orqali u odam o'zi turmush qanday olib keta oladi. U odam kambag'al bo'lsa-mi, bir ish qator nimqandiki turmush ya bir oylik, 2 oylik yetadi. Men bor uydan. Yeni shundoq turg'un, yeni men nima qilaman? Yeni boshqa yerga borib tilamchi qilib orqali pul jiq qilaman. Jiq pul tepib olaman, jiq olaman, mushundoq qilaman deb men mushundoq qilishniki o'zini men Alloh taolo sizga nima qildi uni mena makruhchu ko'rdi. Bu nima u harom. Oyna mayadamda savolning ko'pligi degan gapning o'zidan agar bilmagan narsa olgan bo'lsa, bu bilish tegishli narsa olgan bo'lsa, so'rash bo'ladi. Ammo bilishga imkon yo'q. Masalan, mushabahat va kaza, bunda bitta qo'zg'aydigan narsa olgan bo'lsa, buni to'liq so'rab qilishni dursiz. Endi bir sonlikin makruh ko'ydi Alloh taolo sizga molni zoya qilib etishni. Malni Alloh taolo sizga bergan o malning o'zi sizga nima omonat. Shu muomalat bo'lgan malniki o'zini Alloh taolo nim qilib berdi. Sizga omonat shaklida berdiki bu odam bu malniki o'zini qandoq yagishtirdi. Islom dinimizning taraqqiyoti, islom dinimizdagi manfaati, islom dinimizning ravoji bo'lishi uchun men mushak ishlamdo yoki nega ishlatdim. Meni agar shundoq yer ishlatgan bo'lsa, uçan o'zida zoya qilmay u odam meni rasmiy foydaga chiqqan bo'ldi. Ammo u yer ishlatmabdi. Islom dinimizning Qur'oni Karim, hadis Rasululloh meni tabliğ, ahkam, bal o'qitilgan, tarjima, tashviqot men mushu Qur'on hadisni asos qilgan yerga chiqqan bo'lsa, u yer qilmagan bo'lsa meni. U yer qilmaganda qilibdi, boshqa bir fikrni yaqinlash orqali men shu yer pul va yoki nima qilib deb o'sha pul xashlabdi. Bu odam nima qotgan bo'luvchan o'zidan buni zoya qotgan bo'ladi. Ammo u yerning o'zi nima ekan? Mana tabliğ ahkam qiladigan, Qur'on o'qitadigan, mana tabliğ qilgan, mana bu tashviqot, Qur'onni asos qilgan bir jamoatniki ashyolarga o'chan o'zidan u pulni aşağı bersak nima bo'ladi? Uni sop yegan bo'lgan bo'lamiz. Shu pulni keskemas yer berish, tepish bir gap, xashlash bir gap. O mening pulim demay o'zimni qanday qilsam degan ish yo'q. Bu cezmet siz bapun neye verdiniz? Kim verdiniz? İslam dinini acizlaştırdıgan. Müslümanlarını İslam dinini yiraklaştırdıgan. İslam dinindeki Müslümanların ahlakını buzduğan, ideolojisini buzduğan, başka bir ideolojiyenin İslam dinine karşı olan ideolojiyenin üzerine küçeytirdiğan. Men müşek verdiniz mi, neye verdiniz? Dak yap o. Bunu dikkat kılışımız gerek. Men Peygamber'in men'en degeni manisi men'u ma'avva ve cebe aleyh. Yani tuşni nima qildi kerak ko'rdi degan gap. Ya'ni vojib bo'lgan narsa tuzish. Ya'ni u odam u yer bams bo'lmaydi. Shu bermabdi. Buni sat ko'rdi. Hoti degan gap, ya'ni o'zi bo'lmagan narsa talab qilibdi. Ya'ni o'zi yo'q bir narsa aka debdi. Pulni jiq qilaman deb bu aram. Hamda va'dun banat degan, ya'ni shu qizbolalarning tirk holati shu kumush degan gap bo'ladi. Va qiyl qol degan buning ma'nosi so'zlashtir. Olgan narsa hammani bu doğru mu, hata mı demeyi, oy anlap demiş, dep anlayan gibi, hemen deyişinin üzerine bu haram. Ancak deydi bu adam, kıyla kaza, mandat değil demiş. Falan adam mandat yap demiş, deydi. Mene şunu hoşlaştır, anda bilemez ki onun sehitini kılmaydı o adam, mene falan mandat yap demiş, pukulma değil demiş, deydi, deyişi, onunki rast hikayeleri bilmeydi o adam. Bilmeydi, Türk baştakçı deydi. Men bu deyişniki üzerine men İslam dinimiz ne kıldı onu mümin Müslümanların üzerinden men bunu için tost yap. Valla onu ne mi kılmaydı? Günah ne? Günah mı kılmaydı? Yani madem yaptığın üzü doğru mu ki de bunu günah kılmaydı. Ve kifayet kıldı bir adamniki yalgancı bu günah buluş için şükür sözlüge o adam algan nasıl hemen yediz. Oğluğa kulağa anlayan nersin hemen dep yürgen bu adam yalgancı ise bu ne verdi? Yalgancı şu. Dedi. Hem de ve izaatul mal. Digenin ne mi digen yaptıysa izaatul mal. Digenin
Yani tebziruhu ve serpuhu fi gayril mucuhil ma'zuni fiha min maqasil ahiret ve dünya. Yani malni zaya qilish degan gap. Malni mana tebzir yani ishlatishdir ve onu sarf qilishdir. Mana dünya ve ahiretniki maqsadlarida mana izil bergan yo'lniki g'ayrida. Mana dünya ahirette Allah ruhsat vergan yo'lniki g'ayrini nima qilibdi? Ishlatibdi. U qava Allah Taala mana bu dünya ve ahirette ruhsat vergan narsa mana zakatni 8 o'rinchi beringlar dedi. 8 o'rinniki g'ayriga Allah nima qilmadi? Ruxsat yo'q bermadi. Mana shuniki ichida g'arib miskin, mana Allohning yo'li jihad qilayotgan, Allohning dini oliy qilayotgan, qarzdan, undan boshqa mana qazib qapti, dinning xizmatini qilaman deb zakatni yig'ib boshqa ishlarni çok qilyapti, yoki musofirlikni pulni olib qapti. Men mushu kishilarga bersak o'changizda shar'iy tarafdan pulni ashar bersin deb ruxsat qildi. Ammo buniki g'ayri uchun Allohning dini oliy qilmaydigan başka bir ideologiyani asos qiladigan, başka bir ideologiyani mana kuchlantirma shu orqali andiki harakat qilamiz deb mushtaq qilgan bo'lsa, Alloh bu yerni bermagan ya, ruxsat bermagan ya. Kasratu sual degan, ya'ni al-ilaha debdi. Ya'ni savolni jiq qilish degan, tur berish degan gap, iloh degan gap. Lekin unga hojat bo'lsa mayli deydi. Hacı qolsa mayli, ucha jiq so'rasa ya bersin bo'ladi. Ya so'ramas bilib olaman desa, ham foydalikan u bo'ladi endi. Endi bu bobdan, ya'ni ota-onasi qatnashishning harom ekanligi, tuqqanlariga bo'lgan aloqaniki o'ziga harom ekanligi to'g'risida mana hadis jiq bor. Men bu hadis meni bobdan, bu bobniki oldidagi bobdan nima qilib ketdi? O'tib ketdi. Buni bor. Masalan, vaqta men qata'a degan ishda nima qildi? Hadis o'tdi. Kim üzsə, men üzmən. Deb amda shu yilqi sil rahmlike shu ustida nima qilib o'tib ketdi. Yana men qata'ini qata'ullah. Kimiki meni üzsəm, Allah o kishini uchun uzvadi degan hadis bor, yuqorida babchi o'tib ketdi ana. Shu muallaq arshga esildi deya, asa isliq bo'ladi. Shu nima rahima deydi. Degandek ki Allah maştaq qilaman, maş san olsa men olayman, seni üzsem men üzümen degan mushayis o'tgan. Men mushayislar çok boşangan ham qildi, tushdi. Deydi. Ve ahir